حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Qadrlik ko'rilmalarimiz, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar. Allohning salomi, rahmati sizlarga bo'lsin. Mana bu Rasululloh programmamizning 7-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Qadrlik ko'rilmalarimiz, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu ulug' muborak oy kirgandan buyon boshlatgan programmamizda suyimli payg'ambarimiz ko'zimizning nuri bo'lgan, birdan-bir yo'lboshchimiz bo'lgan, dunyo oxiratlik bizga baxt saodatni ko'rsatuvchi bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bu go'zal oylarda texammak yaqindan to'nib chiqib o'zimizning hayotidagi barliq ishlarda, har qanday munosabatlarimizda, har qanday ishlarimizda qo'limizdan kelgancha eng yuqori kuchimizni chiqarib shu rasulimizni ulgu olgan asosda yashash uchun ilib olgan bu programmamizning bugun 7-soniga keldik. İnşallah Rabbim şu niyet bilen başlayan bu programımızın yolunda ahırgacha ana şu Resulümüz bizni ümmetinin qatarida bizden faxrlanadigan aşındaq ümmetlerden buluşqa müyesser qilishini bu ulug' ayninki fazlidan mahrum qilmasligini Rabbimden tilash bilan programmamizga davom qilamiz. Programmamizning doimliq mehmoni hammalarga ma'lum bo'lgandek da'vatchi Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi hurmatli Habibullah Küsani'nin teklif qilib himmat vaqtini chiqarib kelganligi uchun oldin bilan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga ham ko'p rahmat. Alloh qabul qilsin. Alloh razı olsun. Bevosita ustoz suhbatga kirsak, bugungi temamiz Rasululloh va sil rahim qo'ydik bugun 7-sonimizni. Endi shu ekran oldida chiqayotgan nomer orqali qarindoshlarni har doim deymiz, ko'p qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlashni unutmanglar shundaqla. Bizga WhatsApp orqali savollarlar bo'lsa qoldirsanglar biz oldimizdagi kunlarda javob berishga tirishimiz savollarga inshaalloh. Endi bugun temamizningki bosh mavzusiga asosan ustoz shu sil rahim dinimizda haqiqatan o'rni intayin cho'ng bo'lgan Rasululloh sil rahimni o'zguchininki qanchalik ig'ir oqibatga qoldiganligi haqida nurg'ulg'an hadislarda ogohlantirgan bir masala bu hamda. Shuning uchun biz mushaqda birinchi savolimizda payg'ambar alayhissalom urug' tuqqanlarga qanday muomala qiladi degan bu yerdan kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va nala. Hurmatli qarindoshlarimiz, biz bu Ramazonning ulug'ligini necha qatim takrorladik. Ramazon haqiqatan ulug', islomningki en kıymetli şuarlardan biri şuar. Ama Ramazan biz nima uchun bu dersini so'zlayapmiz degan vaqtida inson din degan nima desa, ya Alloh bilan banda o'rtasidagi aloqa, ya inson bilan inson o'rtasidagi aloqa. İnson bilan inson o'rtasidagi aloqa yaxshi bo'lmasa, Alloh bilan banda o'rtasidagi aloqaning neticesi biz o'ylagandek bo'lmaydi. Bunu biz necha qatim takrorladik. Yani bu insan bilen insanın alakını yaxşılaş üçün Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizden en güzel ülgümüz. Biz şu 30 gün Ramazan jarayonida Resulullah'ın qandaq muamele qiladi, yani etrafidagi kishilar bilan qanday muamele qiladi, kishilik munosabat qandaq edi, mushni bilib biz mushu Resulullah'ın muamelesini özümüzge ölçem qilib, mush boyunca yaşap, işki dünyanın bəxsatidagi erişeyle. Bu Ramazan biz üçün muşundaq bir özgürüş, güzel ahlakını özümüzge özleştiriş, naçar adetlerden muş Ramazan jarayonida qutuluş ve Resulullah'ın hayatını yaxşı ügünüp, ma Ramazan biz üçün başqacha bir Ramazan buluş. Yani bu hatta muşu bizning kişilik munosabatimizning yaxshilanishi vatanimizning kelgusi uchun, vatanimizningki ozodlik uchunmi ajoyib cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Chunki vatanni birdan bir ozod qiladigan omil inson. Bu inson o'zi mukammallashmasa, o'zi takomillashmasa, mush inqilobni davonim yaxshi qilolmaydi. Men shuning uchun nurg'un qarindoshlarimiz o'ylashi mumkin,
Biz hozir vatan yo'qolib ketib bordi, Uyg'urlar yo'qolib ketib bordi. Bu sen Ramazon, Pamazon, savob, gunoh deb o'ltirsiz. Yo'q. Asli biz eng yaxshi musulmon bo'lgan vaqtida davorimiz yaxshi mangdi. Yaxshi odam bo'lgan vaqtida, suhbatlik shaxs bo'lgan vaqtimizda, suhbatlik davogar bo'lgan vaqtimizda, boshqalar bilan atrofimizdagi, mayli masalan biz bir siyosiy bo'lsak, ostimizga bilan qanday muomala qilamiz? Biz shu davo odam bo'lsak, ustimizga bilan qanday muomala qilamiz? Atrofimizdagi kishilar bilan qanday muomala qilamiz? Buni bilsak biz davoni yaxshi qila olamiz. Oxiratda Allohningki rahmatiga erisha olamiz. Bu nuqtani hamma odam yaxshi bilish kerak. Hamda shu muomalalarning qatorida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tuqqanlari bilan qanday muomala qiladi? Masalan, hozir biz chet elda yashayapmiz. Vatanimizda tuqqanlarimiz zulm ostida yashayapti. Bu Rasulullohning tuqqanlari ne kadar yaxshi ko'rdiganligi, tuqqanni ne kadar qadrlaydiganligini bilish orqali vatanimizdagi tuqqanlarimiz uchun xizmat qilishimiz kerak. Agar chet el tuqqanlarimiz bo'lsa, bu tuqqanlarimiz biz uchun nihoyat muhim. Chunki nurg'un tuqqanlarimiz vatanda ayrılib qolyapmiz. Ya'ni mushu payg'ambar alayhisolamning tuqqanlari qanday muomala qilishni yaxshi o'rganib, tuqqanlarimiz Alloh chet elda bor tuqqanlarimiz bo'lsa, bular bilan shunday yaxshi o'tishni o'rganishimiz kerak. Hamda Rasulullohning tuqqanlari qanday muomala qiladi desak, albatta Rasululloh tuqqanlarga eng yaxshi muomalani qiladi. Xo'sh. Rasulullohdek tuqqanlarga yaxshi muomala qilgan bir shaxs asla mavjud emas. Sahabalar shuna degan. Rasululloh tuqqanlarga ajoyib go'zal shaklda muomala qiladi. Ularga kuyunatdi, ularning hal ahvolidan so'raydi, ularning cho'nglarini qadrlaydi, kichiklarni hurmatlaydi, yetimlarga egi chiqatdi, to'y qilmaganlarni to'y qilib qo'ydi deb shunday butun bir tuqqanga tegishlik haq-huquqni Rasululloh to'liq ado qilgan. Endi Rasulullohningki taxminan 12 tog'asi bor. Bulardan Rasululloh payg'ambar bo'lg'ichilik hayot qolgani 4. Qolgani vafot bo'lib ketgan, 8 vafot bo'lib ketgan. Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan burun vafot bo'lganlar. 4 payg'ambar alayhisalomningki payg'ambar bo'lgan vaqtida boti. Bularning 2si musulmon bo'ldi, 2si musulmon bo'lmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki 6 hammasi boti. Bu 6 hammasidan faqat birisi musulmon bo'ldi, qolgan ikkisi masalan Atika bilan Arva ikkisining musulmon bo'lgan bo'lmoqlikda o'limalar orasida bir datalash bor. Chunki aniq emas. Ammo Safiya onamiz musulmon bo'lgan, ham noati shajoatlik, noati jur'atlik onamiz, shu Safiyamiz musulmon bo'lgan. Payg'ambar alayhisolamning navru tuqqanlaridan 25 navru tuqqani bor. Bulardan 23 musulmon bo'lgan. Hamda bu mavaliq navr tuqqanlardan dada tarafdan navr tuqqanlari 25. Ona tarafdan navr tuqqanlardan 14 navr tuqqani bor. Ulardan 13 musulmon bo'lgan. Abdullah ibn Jahshdan boshqa, Ubaydullah ibn Jahshdan boshqa emas musulmon bo'lgan. Bu Rasulullohning tuqqanlari. Hamda Rasulullohning shu tuqqanlarini ne kadar qadrlaydiganini bilmek uchun Rasulullohning bu hadisi quloq solaylik. İbn Umar radıyallahu anh shundaydi. Bu hadisni Imam Tirmizi rahmatullohi naql qilgan hadis. Hadisning nomeri 1904. Bu hadis shunday deydi. Rasulullohning qishig'a bir odam keldi deydi. Kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men ajoyib bir cho'ng gunoh qilib soldim. Yani gunohi kabir, yo'g'on gunoh qilib soldim" dedi. "Men tövbe qilsam Alloh qabul qiladimi?" Demak, gunoh bak cho'ng. Bu yerda gunohning qanday gunohligini demagan, lekin men tövbe qilsam Alloh qabul qilam deganga bu gunohning nihoyat cho'ngligini bildirdi. O'zimda de men yani irtak yani nimda desa inni asabtu zanban aziman deb nihoyat cho'ng büyük bir gunoh ishlab soldim. Bunun Alloh bir tövbe qilamdi deb payg'ambar sallam onang bormi deb so'radi. Anam yo'q debdi. Hammang bormi deb so'radi. Bor debdi. Hammanga yaxshilik qil, tuqqandarchilik yaxshi yetkaz dedi. Demak, osh eng gunoh, ig'ir gunoh ishlagan odamni hammanga yaxshilik qil, hallaka min xala dedi. Ya'ni sening hammang bormi debdi. Ha debdi, fabirra. Ya'ni sen o hammanga ko'p güzel yaxshiliklarni qil dedi. Bu yerdagina sening gunohing shu chaqda kechirildi demakchi. Xo'sh. Demak, tuqqanlarga yaxshilik qilish,
Bizning gunohimizninki kechirildiganligininki sababini Rasululloh. Bundan Rasulullohning tuqqandochilikqa yetkazishning tuqqanligiga yaxshilik qilishning naqadar muhimligini bildirdi. Shuni Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu shundaq deydi. Buni Buxoriy, Imom Buxoriy rahmatullohi naql qilgan hadis sharif. Payg'ambar alayhisalom laysal wasilu bil mukafi walakin al-wasil allazi iza qata'at rahmuhu wasalaha deydi. Bunda degani bu tuqqani yaxshilik qilsa, yaxshilik qilganlik tuqqandochilikni yetkazganlik emas deydi. Ya'ni tuqqaning sen yaxshilik qilsa, yaxshilik qilsan, bu sen tuqqandochilikni yetkazgan bo'lmaysan. Haqiqiy tuqqandochilikni yetkazganlik tuqqaning sana tuqqanlikni üzgan vaqtida, sen bilan qarog'ma vaqtida sen tuqqaningni izlab, shular yaxshilik qilganlik haqiqiy tuqqandochilikni ko'rsatadi deydi. Bu nurg'un qarindoshlarimiz, "Voy men tuqqanimni uni qilsam, buni qilsam, aniq qildim, men shuni tashvatdim" deydi. Unda emas. Bizning vazifamiz tuqqanimiz qat'iy nazar, qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'sh. Ularga yaxshilik qilishga buyurilgan. Endi Rasulullohning tuqqanlarini qanday hurmatlaydi desak, buni hammin deyish baktas. Men sizga bir ikki ko'rinishunday. Jabir radhiyallohu anhu shundaq deydi. Buni Imom Tirmiziy naql qilgan hadis sharif. Payg'ambar sallallohu Abu Tufayl degan kishi shundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi kichik bir bola edim deydi. Payg'ambar alayhisalomga qarshi tursam, bir ayol Rasulullohning qarshi yaqinlashib keldi deydi. Rasululloh ash kiyayotgan, yo'g'inib qotgan chapanni silplam, yagi shundaq silplam, shu ayolni shu chapaniga boshladi deydi. Ya'ni o'zining kiyayotgan chapanni, kiyimini silib, yagi silib, u ayolni shuning o'ltag'izdi deydi. Shuna men hayron qilib, ajabki ulug' ayolmidi bu, qanday ayoldir? Rasululloh chapanni silib deb ketgandan keyin so'rasam, meni imitgan imik anam edi. İnik anam. İnik anısta öz tuqqanınız emas endi. Xo'sh. Tamam. Yana bir qatam Rasul akram sallam Jabir radhiyallohu shundaq deydi. Sa'd kelgan vaqtida Rasulullohning ona tarafdan bo'lgan tuqqani ma bu. Sa'd radhiyallohu anhu. Payg'ambar alayhisalom Sa'd radhiyallohu anhu kelsa, Sa'd radhiyallohu anhu tutib turib, "Haza Xoli" dedi. "Hey jamoat, mo'minning tag'am." Shunama? Kimning moningdek tag'isi var bu ko'rsatsin deb shunda dedi deydi. Yani tağısından şunda faxırlanıp cemaat aldı. Bunda diyen tağısı elbette hoş bulurdan Resulullah bir peygamber haklarga mu'minin tağam kimning mana tağısı var noçoz bir köz bakna degine. Yani bu tuqqanlarni şunda ne kadar qadrlaydiganligi, görmeydiganligi. Hem bir qatam Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunda deb bo'lib o'zining tağısı Abbas radhiyallohu anhuni "Haza amr rajul" deb bo'lib "Amr rajul sannu abih" dedi. Sannu abih. Tağı degenin dadının onu da. Hem bir yerde hamma degen anının orunda degen yeri var. Bu ya tağı degenden oylap baksa, sana yani bütün tağılları, bütün hammalarını dadanda körüse degen buldu. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu bir neçe görünüşlerden özünün tuqqanlarına ne kadar köngül burduğanlığı, ne kadar yaxşı gördüğanlığı ben dedim. Bütün Allah'ın ahvallarını soraydı. Yetim qalğanlarga meylisi kurup ma balani men baqaman deydi. Mesela Ja'far radhiyallohu vafat olub ketken çağda Ja'far azanın anısı yığılып kelip qanım çağda siz bu balının kambag'allikdan aşqalishdan qo'rqamsiz. İki dunyoda egisiman bu balanınki. Mesela Ali radhiyallohu anhu yetim qalğan çağda Rasulullohga yeniq tatib beqib olgan. To'y qilamaganlar to'y qilib qo'ydi, kasallarni davoladi. Ya'ni bütün bir tuqqan qilish tegishlik ishlarni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qiladi. Masalan, bir yerdan safar qilib kelsa, shunda xo'sh bo'lib, quchoqlab, suyib ketadi. Ja'far radhiyallohu anhu Habashistondan qaytib kelgan vaqtda Rasululloh degan. Men Xaybar fathi bo'ldi-ku. Xaybar fathi bo'lgan chaqda Ja'far radhiyallohu anhu keldi. Payg'ambar "Men bugün nemi xo'shal bo'lay? Ma Xaybarning fathi bo'lgan xo'shal bo'laymi yoki Ja'farning qaytib kelganligi xo'sh bo'laymi?" deb ay tuqqanlar safardan keyin shu darajada xo'sh bo'lib, peshonasiga suyib, quchoqlab, mo'ynda qilib ketganligi bandi. Bu shundan tuqqanlarga ne kadar ko'yindiganligini bilalaymiz endi. Xo'sh, endi shu payg'ambarimizningki tuqqanlar orasida eng ko'ngil bo'lgan nuqtalarning bir qanchisini tilga olib o'tdilar. Bizlerge mi, müminlerge mi qandaq muhim tavsiyalarda bo'lgan, qandaq özüm mesela en köngül bo'lgan nuqtalar qaysi mesela Rasulullah'niki.
Endi dedik Rasululloh tuqqanlarga bak ko'ngli biladi, ularga yaxshi qaraydi, tuqqanlikni yetkazadi. Ammo eng ko'ngil bildig'ini din. Ularning to'g'ri yo'lda menishi, ularning to'g'ri yashashi, yaratgan Rabbini tunishi Rasulullohning hayotidagi tuqqanlardan eng birinchi desak bo'ladi. Buni biz bir vaqalikdan ko'rib olaymiz. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib uzoq o'tmaylar. Ashu hozirgi Xoni Kabening yanida Jabal Abu Qubays degan bir tog' bor. Hozirgi shu haramning yanida. Ha, tog'i. Ya'ni payg'ambar alayhisalom yer sharida birinchi qatam paydo bo'lgan tog' degan tog'. Shu tog'ning to'pisiga chiqib turib, tuqqanlarining ismini, qabilaning ismini birdan-bir chaqirib, "Ey tuqqanlarim, hey palani", qabila ismini chaqirib, oxirsida hatto "Hey nima dedi? Voy Fatima, Abdumanap" deb ismlarini chaqirib, mush tog'ning keyinda bizga hujum qilib kelayotgan dushman kelyotidi, ba dushman desam ishnamizlar debdi. Ishimiz sana, chunki sen yog'ani aytib baxmagan hayotini ishimiz debdi. Unda bo'lsa men Allohning payg'ambari, men sizlarni Allohning azobidan ogohlantirman. Debdi. Abu Lahab, "Voy, mushunga bizni to'ldingmi? Tabballak" dedi. Qurib ketsin sening bu gaping debdi. Shundan tabbat yada Abi Lahab degan sura nozil bo'ldi. Mush vaqalikdan Rasululloh "Ya Abbas, ya Bani Abdumanap", ya Abbas Bani Abdumanap Peygamberning qabilasi. Abbas tag'isi. Ya Safiya hammisi. Kendi ya Fatima. Fatima, agar pul mal so'rasangiz mendan so'rang. Ammo Alloh bilan bo'lgan ishda men sizni hech qanday qo'limdan kelmaydi. Allohdan qo'rqing. Deb mushlaga din jihatdan. Andikin masalan tag'isi Abu Talib. Abu Talib Rasulullohga shundoq bir yaxshilik qilgan. Rasulullohni qo'g'digan bir odam edi. Endi bu odam hayotida musulmon bo'lmadi. O'lib ketadigan chaqda Rasululloh mash o'lib ketganda olsin bir iymon e'tibosga deb tag'isi sakrat yasimi, yana shu fursatni qo'ldan bermadi. Kirib tag'a bir la ilaha illalloh da'vat qilin Muhammad Rasululloh. Qiyomat kunsi mush gapim ulama Allohning oldiga chiqayman tag'am degan ma'ni deb men qiyomatda Allohning oldida sang bir narsa degdak bir mush la ilaha illalloh da'vat qilin debdi. Endi Abu Lahab bilan Abu Jahl bordi, ular o'sa o'ldigan chaqda o'zining dinini yana bilamsa, ota-onaning dinini yana bilamsa deb ikkisi xijil qilib turgan ekan. Adam dediki, endi xalqlar o'ldigan chaqda qo'rqib, o'limdan qo'rqib musulmon bo'ptimi men o'zimning dinida o'lay deb. Endi mishada nimani ko'ra olmaysa Rasulullohning naqadar ashada voy nima gaping va nima tavsiyang va voy davo yo'q. Ularning mangulik baxt saodatini o'ylagan uchun. Shuning uchun bizmi qanday qilishimiz kerak? Mash tuqqanlarimizning barliq ishlari ko'ngli bilan birga ularning mash Allohning dini. Chunki biz musulmonlar nima deb e'tiqod qilamiz? Bu dunyoda musulmon yashag'anlar, oxiratda biz to'plab ketmaymiz, yo'qolib ketmaymiz. Ya'ni ma dunyo degan bir o'tkinchi dunyo. Ma dunyoda bir odam 100 yil yashasa, oxiratning 1,5 sukuni to'g'ri keldi. Mushunda dunyo bu. Biz shunda deb e'tiqod qilamizki, inson o'ldi degan gap jasad bilan ruh bir necha soat ayrilib turdi. Undan keyin jami keldi, oxirat degan bir dunyo va u mengu baxt saodat dunyosi. U yerda bir chunki o'ylab baqsa bir necha daqiqalik hayotni deb oxiratda ziyon tatqanlik biz musulmonlarga nisbatan bir ahmoqonlik. Biz shunda deb e'tiqod qilamiz. Dinimiz shunday edi. Shuning uchun biz tuqqanlarimizga amroq bo'lsak, ularning baxt saodat, bu mengulik baxt saodatga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Bizlarga qilgan tavsiyasi. Endi Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning nurg'ulg'an hadislarda deydi. Bizga qilgan tavsiyasi kelsak, endi albatta Alloh bu tuqqandochilik bizning musulmonlarning insonning hayotida muhim narsa u. Siz yolg'iz yashab bo'lmaylar. Bu dunyoda tuqqanlari bilan insonning baxt saodati, insonning saodati tuqqanlari bilan, oilasi bilan bo'ladigan narsa. Shundan emas, yolg'iz yashab. Ham tuqqanlari sizning hayotlaridagi eng muhim bir parcha, muhim bir qismi tuqqan. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo bu ishga alohida ahamiyat berib, Qur'oni Karimda "Vattaqullohallazi tasaaluna bihi val arham innalloha kana alaykum raqiba" Nisa surasi 1-oyat. Nima dedi? Sizlar o'zaro ismini shafiy keltirib bir narsa so'rashadigan Allohdan qo'rqinglar dedi. Deb bo'lib val arham.
tuqqanlaringlarningmi tuqqandachilik qilmaslikdan hazar aylanglar. Yani tuqqanlaringlar bilan bo'lgan aloqaga ta'sir etish uchun qattiq hazar aylanglar, qo'rqinglar dedi. Yani Allah'ın demek ki menden korkunlar, menden korkandek tuqqanlar bilan bo'lgan aloqani uzib qo'yishdan qo'rqinglar dedi. Dep bulup innallaha kan Allah sizlarning ishinglarni davomli kuzatib turdi. Yani Allah üstünde ma tuqqandachilikni yaxshi qil deydi. Tamam. Endi Rasul Ekrem sallallohu alayhi vasallam tuqqandachilikni iymonning bir parchasi qildi. Nima dedi? Men kana yu'minu billahi vel yawmil akhir felyesil rahma. Sen haqiqiy Allohga iymon etgan bo'lsang, sen qiyomatga iymon etgan bir musulmon bo'lsang, ma tuqqandachilikni qil dedi. Demak, tuqqandachilikni qilmagan odamning iymonining ma'lum bir qismi chaladi degan. Yani imanı da çatak var degan. Yani bir iman degan Peygamber dedi, iman degan 60 netçe yoki 70 netçe şah dedi. Demek imanın şahları var. Şu 60 netçe 70 netçe şah imanın şahçılarından birisi o tuqqanlar bilan yaxshi aloqada, yaxshi munosabatda bo'lish. Yine bir hadis-i şerifte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem la yedkhulul cennete qati'ur rahme dedi. Tuqqandachilikni üzgen adam cennetga kirolmaydi o dedi. O'ylab baqsizlarmi? Yani cennetke kirolmaydigan ishlarning birisi tuqqandachilikni uzish. Buning aksicha tuqqandachilikni yaxshi qadam cennetga kirdi degan bo'ldi. Tamam. Shuning uchun bu bir hadis-i şerifte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem shunday deydi. Ey Allah'ning payg'ambari, Allah seni nim bilan payg'ambar qilib avatdi desa, payg'ambar sallam meni tuqqandachilikni ulashqa, butlarni sundurishqa, Allohga bir narsani shirik keltirma deb mush ish bilan avatdi degan yeri bor. O'ylab baqsa, Allohga shirik keltirmaslik, butlarni chiqish, tuqqanlarni yaxshi o'tish. Hatta Najjashi Ja'far radhiyallohu anhudan so'radi. Sening din qanday debdi, biz shunday mushtaq eski odam tuqqanlarimizdan yaxshi o'tmaydik, payg'ambar kelib bizning tuqqanlarimizdan yaxshi o'tishga buyurdi. Demek bu İslam dinimizde tuqqanlar bilan yaxshi o'tish shundan muhim masala. Payg'ambar sallam bizga mushuni tavsiya qilgan. Bu tavsiyalar bakjiq, ya'ni muhimi shu hamda. Xo'sh, ham shu tuqqanlarningki, hamda ko'pincha insonlarning manasi qildigan, xiyoli qildigan narsa o'zini aytib taqvo chaqlab, dinning yo'lida mengayotgan, Allohning buyurganlarida mengayotgan chaqlab, urug' tuqqanlarning ichida namoz o'qimaydigan, din bilan aloqasi yo'q yo'ldan bu tuqqanlar bilan qat'iy aralashmaydigan bu kayfiyatli bor. Vatandan buni jiq ko'rib turganlaydik. Hamda shu biz sil rahim qildigan tuqqanlar illa ana shunda taqvodorlardan bo'lish kerakmi yoki buning hech farqi yo'qmi? Ya, u biz dedik-ku. Bu tuqqan yoki musulmon tuqqan bo'ldi. Yoki kafir tuqqan bo'ldi. Shunaqmi? Yoki fasıq. Yoki fasıq deb qo'ydi. Musulmon tuqqanning kafir, musulmon tuqqanning aslida ikki haqqi bor. Musulmonlik haqqi bor. Kasallikni yo'qlash, agar besh musibat kelsa kirib ahvol so'rash, agar xushallik kelsa tabriklash, uyda qolsa degandek o nimasi bor. Endi kafir tuqqanning sizlarga yinash kafir tuqqanlik haqqi bor. Biz ularga navadagi xoinlik qilmasa, bizning islomimizga dushmanlik qilmasa, tuqqandachilikni yetkazamiz. Ammo dushmanlik qilib qolsa, u bizning dushmanimiz. Xoinlik qilib qolsa, u xoin. Ammo normal bir tuqqan ekan, sizlarga musulmon emas ekan yoki fosiq ekan, ammo sizning dinga ziyon soladigan harakatlarda bo'lmaydi ekan. Sizlarga bir ziyon yetkazmasa, u o'xshash tuqqandachilikni yetkazamiz. Shu nimadan qutulish uchun harakat qilamiz. Albatta bizning vazifamiz ash tuqqanimiz o'lgicha yo biz o'lgicha da'vat qilamiz. Abu Talib radhiyallohu anhu Rasulullohning tuqqan emasmi? Tog'isi o o'lib ketgan ash g'ar qilib jin chiqib turgacha ey Alloh iymon etib ol demadi. Menga iymon etmoqqa berib o'ynayapsanda kafir qo'yin demadi. Tamam? Bizning vazifamiz xalqlarni u bu deyish emas. Bizning vazifamiz eng go'zal da'vatni go'zal harakatlarimiz bilan, go'zal muomalamiz bilan, go'zal axloqimiz bilan da'vat qilishdan iborat. Xo'sh, tushunishib bo'ldi deb qarayman. Endi shu hozir madamiki tuqqan masalasi tilg'aylindi. Endi hozir shu programmaning 5 deyilgandek har birimizning
ta ata-anasından tatib barliq urug' tuqqan ağaç singil bütün hammasi Xitoyning ig'ir jazo lagerida yetib o'tdi degan. Yatmagan bo'lsa-mu, sirtda bo'lish ehtimoli intayin az bo'lsa-mu, hech qanday o'lik tirikligini bilmaymiz. Bu şekilde bütün Sharq Turkistonlik chet eldiki mushundaq bir sharoitda yana mushu o'zining urug' tuqqanlariga ega chiqib, ularning surishini qilmasdan, yamma u to'g'risida gap qilib qo'ysam, yo ekran chiqib xalqaro bir axborot chiqsam, boshqa til sirti bo'lib qolgan bo'lsa, boshqasiga ziyon yetib qolarmiki degandek quruq vahim bilan ega chiqmasligimiz, shu cheklangan shu silir-rahimni dal shu qati'u rahmiga tushdi. Shu vatandagi tuqqanlarga ega chiqmaslik, vatandagi diniga chiqmaslik, vatandagi Sharq Turk musulmonlarga ega chiqmaslik, tuqqanlarga ega chiqmaslik jinoyati ayrim. Musulmonga ega chiqmaslik jinoyati ayrim. Allah tuproq qilib zimin qilib bergan ziminga ega chiqmaslik ayrim. Qatmuqat jinoyat. Zulmga qarshi chiqmaslik jinoyati ayrim. Hammasiga ayrim biz hisob beramiz. Qatar tuqqandochilik degan uzish degan mushulda, uningdan bir tuqqandochilik o'zamda vatanda Xitoyningki rejim ostida inson tasavvuri qilsa zulm chekib olsa, Alloh qandaqdir bana bilan mening qo'limdan nima keldi yoki andaq qilib qo'ysam andaq bo'larmi degan Alloh qandaqdir bana bilan bu zulmga qarshi turmaslik, tuqqanlarni qutqizish uchun bütün imkoniyatdan harakat qilmaslik bu insonni qat gunohning ostida bo'ldi. Nimishqa degan chaqda mana vatandagi tuqqan degandan qaraslar. Kim o bizning aqalli tuqqanlarimiz? Ana dada tarafdan bo'lgan bütün tog'illarimiz tuqqan bo'ldi. Bütün tog'illarimizning bolalari hammasi tuqqan bo'ldi. Evet. Atlar. Ularning beshiga kun tushgan chaqda biz qaylab tursak, dal Rasululloh degandek la yadkhulul jannata qati'u rahmi degan shu. Tuqqanlardan aloqasini, ya'ni sil rahmini uzgan odam deydi. Sil rahim degan gap, sila degan ulash, rahim degan mehribonlik qilish, kuyinish degan gap. Ya'ni kuyinishni yetkazishdan boshlatgan odam jannatga kirmaydi dedi. Shuning uchun men hozirgi musulmonlar dedim, o birlam emas. Bizning vazifamizda dinimiz deb sanni qilinadi. Biz din degan jinimiz, qinimiz, din uchun hammadan voz kechishimiz kerak. Dinimiz deb sanni qilinadi. Tuproqimiz Peygamber Aleyhisselam men qutila duna mali dedi. Mal mülkün qo'g'dab o'lgan odam shahid dedi. Bütün mallarimiz Sharq Turkiston bizning milimiz. Allah bizga mal qilib bergan o. Buni qo'g'dab o'lgan odam shahid dedi. Men qutila din duna ardihi kimki o'zining shon sharpini qadr qimmatini qo'g'dab o'lab ketsa shahid dedi. Sharq Turkiston och singillarimiz bizning qadr qimmatimiz, shon sharpimiz emasmi? Albatta buning uchun bu igi chiqish biz har bir ro'z tutgan musulmonning bosh tortib qolmaydigan vazifasi. Ba'zan men uni qilsam, buni qilsam, tuqqanlarimni uni qilaman, buni qilaman degan xato. Bu zolimdan mehr shafqat tilaganlik. Chunki u zolim mayli siz qiling, qilmang jazolaydi. Nurbakra hayotida Gunsandani qilib qolgan banda emas. Nurbakrin jazoladi. Nurbakridan bilak, men bir kelgan xabarda mening bir tunishimning aksi Xitoyda nimada ishlaydi. Taftish mahkamasida ishlaydi. U dedi men 1,5 yil qolgan xabarda janubga berib 26 ming kadr xizmatchiga nima kesib keldi, uy kesib keldi, ya'ni turmoq tashlab keldi. Akam shunda dedi deb men vatandan chiqqanda shu gapni deb bergan. 26 ming kadrlarga hukumatninki nimasiga turmoq kesdik deb. Demek aşı hükümetki ömür boyu Gunsandanga yalaqçılık qilganlarmi? Hozir hammasining yuragi pok-pok. Mushunda to'yada men qilmasam saqlanib qolarmiki degandimi ortiq quruq xiyol ahmoqonlik yo'q. Texmbek hem jinoyatchining Texmbek xotirjam jinoyat ishlashiga fursat yaratdi. Shuni balki mansligiday biz eng ibodat qila oladigan fursat. Zolimga qarshi turish, melimiz bilan, jinimiz bilan. Buningdan cho'ng savobli ish yo'q. Mush zolimga qarshi turish, mush vatandagi zulmni ko'tarib o'tish, ojizlarni qutqizish yo'lida bunda tafakkur qilishning o'zi ibodat. Uning hajladigan puliga necha ming asr bo'ldi. Ajoyib bizga yo'g'on bir ibodat darvozasi ochiqlik. Buni bilishimiz kerak. Yo'g'on bir darvoza. Bizga yo'g'on bir imtihon qo'yiliq. Buniga yaxshi javob berishimiz kerak. Bu Ramazon deganda tutib qo'yib unda emas qarindoshlarimiz. Xo'sh, to'g'ri.
İnşallah Rabbim bu sükütte hala muşu güngacha sükütte turayotgan qarindoshlarımizga inşallah bu güzel ay münasebeti bilen Tehimbek bu düşünceni ata qilishini Rabbimden so'raymiz, tilaymiz. Ve bugünkü sualımızga kelsak, endi şu nurg'ulg'an Ramazanda meyli kesel sebebinden bo'lsin yoki ayollarninki normal odat sababli bo'lsin. Ramazonning fazilati haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nurg'ulg'an fazilatlik ay ekanligini, kunlar ekanligini so'zlab qiliqlab. Endi mushu ulug' kunlarda o'zurlik sabablik yoki kesel yoki o'zininki ayollarninki kesel sababli tutanmagan qarindoshlarimiz, hamshirlarimiz bu hadis so'zlangan bu fazilatlardan mahrum qolamdi. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari, İmam Muslim naql qilgan hadis sharifda "Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kimki mush Ramazonning Alloh tarafidan farz ekanligiga iymon etib va buning ajrini Allohdan kutib ro'za tutsa, burunqi gunohlari kechirildi dedi. Ya'ni Alloh bilan banda o'tirsa gunoh butunlay kechirildi. Ma insonning o'zaro inson haqi bo'lsa, buni ichi kirmaydi. Yani qolgan hammasi kechirildi. Hamda to'g'ri ro'za tutsa dedi. Hamda mushu ya safar qilib qolgan sabablik, ya tug'ut sabablik, yoki kesal sabablik, qandaqdir islomda e'tirof qilingan o'zri sabablik ro'za tutmay qolgan odam ma ajr savobdan mahrum qolamdi degan vaqtda ulamolarimiz yo'q, mahrum qolmaydi degan. Birinchisi innamal a'malu binniyat. Sening amling niyatingga yarasha bo'ldi degan. Yani adam özür bulmagan bolsa ro'za tutgan niyati bor ekan. Agar shu niyat bilan bo'lsa, bu savobga erishadigan. Ikkinchisi, masalan, ro'za tutmaganlarning Allohni zikr qilish fursati bor. Ro'za tutmaganlarning iqtisodiy jihatdan Ramazonda ibodat qilish fursati bor. Ramazon tutmaganlarning boshqa yaxshilikni qilish fursati bor-ku. İftar qildirishni. Boshqalarni iftor qildirish, Müslümanlarning hojatidan chiqish. Shuning uchun ro'za tutmaganlar boshqa yaxshi ishlarni qilish orqali mana to'ldirsa bo'ladi. Bu haqda Fayzul Qadr degan kitobda, ya'ni Karmani degan olim shuna degan. Agar men o'qigan hadisni sharhlab kelib, agar kesel sabablik yoki boshqa uzr sabablik ro'za tutolmay qolgan bo'lsa, ma hadis bo'yicha u ajrga erishadi deb Fayzul Qadr degan kitobda shuna javob bergan. Hadis bo'yicha dedi. Ya'ni hadis dedi ham, kimki mashta ro'za tutsa gunoh afv qilindi degan hadis. Shu hadisni sharhlab kelib, to'g'ri, endi bu ro'za tutgan odam o'sha ajrga erishadi ekan. Ro'za uzr sabablik ro'za tutmagan odam erishamdi bo'lsa, erishadi. Chunki niyat amalga bog'liq bo'ladi. İkincisi Ramazanda ibadet fakat ro'za emas. Ro'za eng muhim ibadet o'g'lim. Shuni Payg'ambar sollallohu Ramazanda Qur'on iyi degan Ramazonni. Ramazonni sadaqat iyi degan. Ramazon bir-birimizni kechirib yetadigan oy. Ramazon namozni ko'p o'qiydigan, taravih o'qiydigan oy. Shunama Ramazonda bir odamni iftor qildirsa, shu ro'za tutgan odamdek ajr berdi Alloh subhanahu va taolo. Başlatdı. Demek bu alık ro'za tutmagan bilan boshqa ibodatlarni qilsa, ro'za tutmagan ishi ta'sir etmaydi. Chunki u o'zir sabab bo'lgan ki. Albatta Rabbimning mehribonligidan normalda bu taqib farz amal, hattoki bir inson bir ma'lum bir nafli ibodatga o'zini ko'ndirib yillardan buyon qilayotgan bir ibodatni, masalan, kechki namoz o'qiydi deylik. Shu ketayotgan kunlarda uxlab qolib o'qiyanmagan kunga yoki kasal bo'lib qolib o'qiyanmasa, qancha kun o'qiyanmagan kunga burunqi odati davom qilayotgan odati bo'lganligi uchun shu odatga ko'ra o'xshash o'qigandek ajr berdi Allohga. Rabbimningki shuning Alloh Rahmanir Rahim. Rahmanir Rahim. Rabbim inşallah tutanmagan har xil sabablar bilan qarindoshlarimizni herkes ko'ngli yerim bo'lmasdan bu güzel sharafetlik, faziletlik oyda Rabbimning rahmatining hech kimga kamayib qolmaydi. Allohga xotirjam holatda boshqa güzel amallar bilan davom qilishini albatta tilaymiz, umid qilamiz. Qadrli qarindoshlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Mana bu Rasululloh yüreklarimizga şifa, yüreklerimizni yayritadigan bu xil axloq, bu xil go'zalliklar bilan hayotimizni nurlantirib o'tishga Rabbim muyassar qilsin inshaalloh. Alloh umr bersa, atki programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.